Minecraft. Lekin men narsalarni birlashtira olaman. Video boshlanishidan oldin like bosib obuna bo'lish albatta esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men birgalikda Stolscraft. Mana yangi videomga xush kelibsizlar. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'sh, do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, biz narsalarni birlashtirish modda o'ynayapmiz. Ana ko'rishinglar mumkin, bossak biz narsalar berib tashlaymiz, qaranglar. Ana. Hozir mana bu yerda deyapti, fireworklik qilich yasashimiz kerak ekan mana. Ana yasab oldik. Mana. Hozir bizga yana narsalar berish kerak. Mana berdi. Xo'sh, do'stlar, mana ko'rsam bitta mana bunday qo'yib, mana bunday qilsak, bizda mana bunday mashinacha paydo bo'ladi, do'stlar. Mashinacha bu, mana qaranglar, ko'rsam. Hop. Ana. Turib oldik. Tamam, ketamiz unga. Tamam, ketyapmiz. Mana. Judayam zo'r bu. Ko'rishinglar mumkin mana. Judayam zo'r mashinacha. Mana. Xo'sh, yana bergan narsalarimni tekshiramiz. Hozir do'stlar, biza qanday hozir biza bitta kirka yasab olamiz. Bo'ldi. Ana endi biz mana bu kirkani hozir yasab olamiz. Mana. Bu kirka juda ham tez kavlaydi. Mana. Xo'sh, endi mana buni yasashimiz kerak. Qilich juda ham yaxshi, jon oladi. Undan avval mana buni yasab olamiz bitta. Ana. Ko'rishingiz mumkin. Buni hozir nimaligini ham ko'rsataman sizlarga. Undan avval yana bir ikkita narsalarni yasab olamiz. Ana uzun qilich do'stlar, ya'ni katana. Ko'rishinglar mumkin, bu ham juda zo'r. Ana endi biz mana buni bitta yasab olamiz. Speed boots uchun bizga bitta botinka kerak. Mana keyin nima kerak ekan? Patni hozir ishlatib qo'ydim. Mayli do'stlar. Bu mashinachamizni ham olamiz. Oldiga mana qo'ylar bor ekan bizga. Mana bitta urib o'ldiryapti. Ana shu yoqdan o'ldirilgan. Mana zo'r odam o'ldiriblar ekan. Yaxshi. Mana o'ldirib olamiz. Yo'q, kerak emas, ovqatimiz bor. Yana bitta qo'y topishimiz kerak. To'q, aynan bizga hozir pat kerak bo'lib turadi. Bo'ldi mana. Xo'sh, nima tushdi bu? Go'sht tushdi. Nari yoqda bitta qo'y bor ekan. Hozir o'ldirib yuboramiz shuni. Panda ekan bu do'stlar. Mayli. Qoplonchi yuribdi bu yerda.
do'stlar. Qo'y yo'may. Mayli bo'pturadi bunday holatda ham. Oz bu yerdan tez chiqib ketamiz. Bo'ldi, ana endi tovuqni o'ldirib olamiz. Bundan ham go'sht tushdi. Hech bo'lmasa sandan pat tushsin. No mayli. Qaraver sakka kiraylik, yana nimani yasasak bo'ladi. O'zimizda yapsa bitta bolta ham yasa olishimiz kerak. Hoppa, yaxshi. Ana boltamiz ham bor. Mana. Xo'sh, mana bu nimaligini ko'rsataman degandim sizlarga, qaranglar. Hoppa, biz uchamiz do'stlar. Tepaga qarasak uchamiz. Pastga qarasak sekingina tushamiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Oh my. Mana qilichni turini qaranglar do'stlar. Вообще gap yo'q. Unday bo'lsa davaychi ketdik. Yana biron narsalar yasab ko'ramiz. Cho'chqacha qanaysan? Qanay qansan? Yomon mayli. Pat kerak edi bizga mana yaxshi. Ana endi tezkor oyoq kiyimlarni yasab olsak bo'ladi. Qani kiramizda va bularni kiyib olamiz. Bo'ldi. Mana endi biz tezkor biza. There go valla. Mana portaldan ko'raylik-chi, xo'sh. Mayli bitta olib qo'yamiz. Bundan kerak bo'lishi mumkin. Olib maqlana buni topish oson. Oltin tarvuz, obsidian maqlana. Mayli obsidian yamanamiz. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, qani bu yerdagi oltin blokni uxlatamiz. Obsidianni ham uxlatamiz. Qaranglar. Netherite kirkadan ham tez qazib tashladi do'stlar, ko'rdingizlar. Juda ham zo'r. Do'stlar, agar shu mod sizlarga kerak bo'lsa, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib yuklab olishingiz ham mumkin. Maqlarkanmiz. Qishloq topdingmi? Qishloq. Yaxshi. Kech ham bo'lyapti. Erta nima qilamiz? Erta o'zimizga uyqurib olamiz. Ana go'limni ham uxlatamiz, lekin golemchi ham o'zidan ketmasin. Xo'sh. Kiramiz. Va uxlaymiz. Hali tunmamagani.
Давайте ko'raveramiz. Bo'ldi, tun bo'ldi уже. Oppa, ana uxladik. Xo'sh, mana bu modda kitob. Qani endi crafting recipes. Men mana aytamiz narsalar. Shunaqangi narsalar bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Qurollar. Mana totemli qilich ham desa bo'larkan. Aslahalar. Xo'sh, bu torch helmet, blossom hat, fish hat, obsidian chestplate, emerald leggings, lava leggings, speed boots yasaganimiz bu. Bu rabbit boots manimcha bu. Manimcha bizga tepparoqqa sakrash bo'lsa kerak. Men biza baribir uchib ketib bilamiz yoki qaranglar. Sakrash bizga nima kerak? Biz uchib bilamiz aha. Uchib bilamiz biza do'stlar. Mayli o'zimizga bir daraxt chopib kelamiz. Mayli uy qurib nima qilamiz do'stlar, undan ko'ra qishloqdan nima borligini ko'raylik. Shu yerdan ko'mir qilsak bo'ladi. Xo'p. Bunday bo'lsa do'stlar, vaqtni cho'zib o'tirmayman. Video shu yerda tugadi. Mod kerak bo'lsa Telegram kanalimda bor. Aytganim yana bir bor aytyapman. Ссылкani kommentariyaga tashlab qo'yaman. Qachonki menda 100 ta obunachi yig'ilsa, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammaga xayr, ko'rishguncha.